Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, ingliz tilida advanced grammarlarni o'rganishda eng asosiy narsa o'rganilishi oson bo'lganlaridan boshlash hisoblanadi. Darajasi bir xil, lekin o'rganishi bir xil bo'lganlardan boshlash kerak. Misol uchun, hozir o'rgatmoqchi bo'lganim zero byte o'rganamiz. Ya'ni zero byte ishlatilishini ko'ramiz. Xo'p, zero byte grammatikasini ishlatilishini ko'ramiz. Xo'p, buni. Xo'p, qanday? Bu natijada degan ma'noni, ya'ni birinchi ishda natijasini ochib berishda ishlatiladi. Ya'ni birorta ishda natijasini ochib berishda ishlatiladi. Misol uchun, I run every day zero by improving my health. Men har kuni yuguraman, natijada sog'lig'imni yaxshilayapman degan ma'noda gap ketyapti bu yerda. Ya'ni yugurishning natijasida sog'lig'im rivojlanyapti. Bu hozir o'sha mana shu joyda 7-8lik, band 7-8 levelda grammatika turibdi. Xo'p, endi ikkinchisi, the government increases taxes on cigarettes zero by discouraging smoking. Hukumat sigaretalar ustida soliqni oshirdi, natijada o'sha chekishga bo'lgan qiziqishni tushirdi. Ya'ni hukumat birinchi sigaretalarga bo'lgan soliqni oshirgan, natijada sigaret chekishga bo'lgan qiziqish pasaydi.